Öncelikle assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Dota O'z. Bu galgi videoda biz soxta Minecraftda har xil top 7 setlarni ko'ramiz. Uning ichida hattoki ismli setlar ham bor. Masalan, o'zbekcha ismli setlar ham bor. Da men skinim sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Men hozircha Minecraft o'ynayman, lekin hozircha Minecraftda o'zimni Bedrockda skinimni yuklab ola olmadim. Chunki mana shu skinni olishga majbur bo'ldim. Xolos, videomizga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'sh, korоче, birinchi setimiz ishda ekan. Qani boshladik bo'ldi. Modimiz ko'rgani. Bu qishloq o'zi ro'paramizdan mana bu yerda ikkita temirchini yuborgan. Juda ham zo'r, menga yoqadi bu qishloq. Shu qishloqda ba'zan o'ynab ham turaman o'zim. Bu qishloqda o'zim topdim. Ya'ni o'zim bilardim hali. Bu qishloqda yaxshi tomoni jitolarni men bu yerda bo'y yetmaydi. Siz esa lekin men bu yerda indisaka to'lishingiz mumkin. Xolos, sizlar bu yerda blok qo'ysanglar bo'ladi. Jitolar bo'y yetmaydi. Survival qilayotgan yangi ochilsa, men bu terib tusha olishlar mumkin. Bu yerda yana temirchini uy mana bu ne? Panago ikkinchisi setimiz 2980 deb nomlanadi. 2980. Endi bu setni qishloqda topishimiz uchun biz to'rga boramiz. Xuyoqqa bu setda ikkita qishloq bitta bo'lib chiqadi. Ikkinchi qishloq ham bu. Adashmasam, uchinchi qishloq ham bo'lishi kerak. Kamdan kam holatlarda ba'zi bir 3 ta qishloq chiqishi mumkin. Lekin ko'pincha ikkita ko'p do'stlar yaxshigina temir bilan kirka beryapti va ovqat zaxirasini ham qani ikkinchi qishloqda uchdik. Albatta videomizga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar uchun video chiqarmoqda. Xo'sh, bu serial olgani juda ham zo'r joyga. Masalan, men bu yerda do'kon qurasizlar bormi? Juda ham zo'r bo'lardi. Men bu yerda do'kon qurasizlar. Men bu yerda molxona uchun ham yaxshi joy ekan. Sizlar uchun video olyapman do'stlar. Like bosib, obuna bo'lib, komment yozishni albatta unutmanglar. Kommentlarni portlatib qo'yinglar. Qani 3-setda o'tamiz. Qani go. Do'stlar, 3-modimiz Mama Mose deyiladi. Biz Mama deb olamiz. Uni ruschasi. Keyin yo'l tashab turib, ko'p taraflarda Mose deb olamiz. Ikkita u. Qani Давайте qishloq ko'rmayapti negadir. Bu davay qishloq negadir qishloq chiqmayapti. Davайте do'stlar setda noto yozib biz bir-biriga ulab yozishi kerak ekan. Mana Mama Mose deb oldik. To'g'rimizga qishloq chiqishi kerak. O'sha to'g'rimizga qishloq ham chiqdi. Mana bu ikkita qishloq ekan. Ikkita qishloq bitta bo'lgan. Bu yerda ham temirchini uylari bor ekan. Mana birinchi qishloqda temirchini uyi yo'q. Ikkinchi qishloqda esa mana temirchini uyi juda ham akkuratli qishloq ekan. Bemalol olishingiz mumkin. Videolaringizni ham tavsiya beraman shu qishloqda. Qani unda 4-setimizga go. Bu setimiz 656 03 deb nomlanarkan. Yozib oldik. Bu qishloq mana bu ya'ni olchadek kichkinagan qishloq. Mana bu yerda ham temirchini uyi bor. Temirchini qachon obuna seminar obuna bo'lganmisiz? Obuna bo'lganmi? What? Bu yoqki bo'ldi. Okay. Temirchini uyidan mana bunday avujalar chiqadi. Bu ham siz tezda kuchayib olishingiz mumkin. Bo'ldi. Men shu turishimda kommentariyada 11 sistemada
baholaysizlar qanday turibdi, yaxshimi? Ayniqsa ochko'ylar. Qani unda biz 5-set bu setimiz Ahad Qayum deb nomlanadi. O'sha sizlarga va'da bergan o'zbekcha ism. Mana Ahad Qayum. Mana qayoqqa yurish esimdan chiqib oldi. Bo'pti, o'sha joy ba'zi joylarni teshib ko'ramiz. Qani, albatta videomizga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar uchun mehnat qilyapman do'stlar. Videomizni, ya'ni mehnatimizni qadrlasanglar, bitta like bosasizlar. Bu kanalimizga obuna bo'lish ham oson emas. Bu kanalimizga faqat haqiqiy Minecraft'chilar obuna bo'la oladi. Minecraft'chilar esa obuna bo'la olmaydi. Bitta paydo bo'lamiz. Ahad Qayum sedi qishlog'i bu yoqda ekan. Qani, mana shu yoqda bor ekan. Qani, hozir ko'rsataman ko'rganlar. Mana topdek qishloqda Ahad Qayum, mana Ahad Qayum bekorda san'atni tanlamaganda, Ahad Qayum endi Minecraft ijod qiladimi? Lekin Ahad Qayumni ham qishloqlar zo'r. Yana shu gapim, mana shu tushimda 10 balli sistemadan 10 dan 1 baldek baho beramiz. Qani, kommentlarni portlatib qo'yinglar. Set yoqqan bo'lsa ham like bosib, obuna bo'linglar. Bu setimiz sonli set 747 473 473 mana. Okey, to'g'rilab olamiz. To'g'rimizda qishloq chiqish kerak, bo'lmasa biz aldashgan bo'ladi. U ana to'g'riga qarab ketganda juda ham akkuratni chiroyli qishloq chiqdi bo'ldi. Menga shu eng yoqadigan uy mashinalardan bittasi bo'ladi. Juda ham chiroyli uy. Bu ham lekin bu yerda temirchining uyi yo'q ekan. Serial olish uchun juda ham zo'r joy. Do'stlar, keyinchisi Tall Box ekan. Tall Box. Endi davaydi u ana qishloq bo'yicha ikkita qishloqda va yaxshi bo'ldilar. 3-qishloqda ham bo'lish kerak. Yo'q, tugadi. Mana bu yerda qonli biyom, o'rmonli biyom, yashil biyomlar ham qishloqlar hamma sharoitlar mavjud bo'ldi. Qaranglar qanday chiroyli qishloq. Mana bitta o'zi va mana bu bilan yaxshigina ovqatlar bor. Kiyib olamiz. Okey, ikkinchi temirchining uyi. Okey, mana ketdik. Bu yerda ishton va qilich chiqar ekan. Davaydi bo'ldi. Shu turishimda 10 balli sistemada albatta kommentga baholanglar. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Do'stlar, mana shu oddiy Minecraft qanday qilib skin olgan bilasizlarmi? Buni bilishingizlar uchun menga yana 9 obunachi beringlar, ya'ni 30 ta bo'lib qolinglar. Agar shu kanalimda 100 obunachi bo'lsa, sizlarga tekinga avatarka qo'yib, bannerlar tekinga hadya qilaman. 10 tasi avatarka, 10 tasi banner, yana 10 tasi pul bo'lmaydi. Pullar sal xalaqtoq yasayman. Avatarka va bannerlar. Qani go 10 tasi avatarka bo'ladi, 10 tasi esa o'sha banner bo'ladi. Qani go bo'lar. Albatta videomizni like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Bu shartlar juda ham oson. Menga obuna bo'lasizlar, Telegram kanalimga ham obuna bo'lasizlar. Bilsanglar, men Telegram kanalimda qanday qilib obuna bo'lishni o'rgatganman. Agar bilmasanglar, videoni ko'rmagan bo'lsanglar, postimda skaner qiladigan anaqa tashlab qo'ying. O'shani skaner qilsanglar, meni Telegram kanalimda o'tib ketadi va biz random tarzda obunachilarni tanlab olamiz.
bossum deb kommentariyamizda bossum deb yozib qo'ysangiz, biz sizni topib random tarzda 10 ta banner, 10 ta avatarkani sohibini, ya'ni egasini topamiz. Qani, go video like bosib, obuna bo'lib, kommentariyada bossum deylar.